Komil Sindarovning ushbu detektiv romani o'quvchini darhol o'ziga tortadigan qorong'u, sirli va xavotirli muhitda boshlanadi. Asarning markazida tog'lar orasiga yashiringandek tinchgina yashab kelayotgan So'poqsoy qishlog'i turadi. Ammo bu osoyishta ko'ringan qishloq bir kechada dahshatli jinoyat bilan larzaga keladi. Qishloq ahli orasida vahima kuchayadi. Kimdir bu oddiy odam qo'lidan keladigan jinoyat emasligini aytadi. Boshqalar esa o'tmishdagi sirli voqealar bilan boshlanadi. So'poqsoy haqida qadimdan davom etib kelayotgan darkor gaplar bor. Kechalari eshitiladigan g'alati tovushlar, qadimiy qabriston yaqinidagi vahimali soyalar va hech kim ochiq ayta olmaydigan bir qadimiy sir. Shu paytda voqeaga prokuratura tergovchisi Sanjarbek jalb etiladi. U tajribali, sovuqqon va haqiqatni topmasdan ortga qaytmaydigan inson. So'poqsoyga kelganidan boshlab u atmosferaning o'zgacha ekanini sezadi. Odamlar gapni yashiradi. Ayrimlar qo'rqqan, ayrimlar esa keragidan ortiq jim. Kimdir adolatsizlikdan qo'rqadi, kimdir sir fosh bo'lsa, o'tmishi yuzaga chiqishidan. Sanjarbek jinoyatni tergov qila boshlagach, voqea oddiy hasad, pul yoki oila mojarosi emasligi ma'lum bo'ladi. Har bir guvohning so'zi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Dalillar o'zini oqlamaydi. Ayrim izlar esa go'yo ataylab chalkashtirilgandek. U odamlar bilmaydigan yoki aytishni istamaydigan biror kuch borligini sezadi. Tergov davomida u kutmagan yo'llarga kirib boradi. So'poqsoy o'tmishdagi bir necha 100 yillik voqealar, shayboniylar davriga borib taqaluvchi qadimiy adovat, qishloqda avloddan avlodga meros bo'lib kelayotgan yashirin mojarolar. Har safar u sirga yaqinlashgan sayin yangi savollar paydo bo'ladi. Qishloq ahli orasida kimdir tajovuzkor, kimdir qo'rqoq, kimdir esa sirni yashirish uchun hamma narsaga tayyor. Aziz kitobxonlar, So'poqsoydagi sirli qotillik kitobi sirli voqealar va qiziqarli sarguzashtlarni sevuvchilar uchun juda mos. Agar siz sirli jinoyatlarni izlanish va xulosaga borish jarayonini yoqtirsangiz, kitobni sevimli vaqtlaringizda tinch joyda o'qishingizni tavsiya qilamiz. U qahramonlarining sirli dunyosiga chuqur kirib borish imkonini beradi.